Bismillahirrahmanirrahim. Qattiq. Bismillahirrahmanirrahim. Robbingiz kim? Rabbim Allah. Kitobingiz nima? Qur'onul Karim. Millat diningiz nima? Qur'onul Diningiz. Dinim Islom. Hop. Qiblangiz, payg'ambaringiz kim? Muhammed salam. Qiblangiz qayer? Kabatullah. Sizni kim yaratgan? Allah. Nima uchun yaratgan? O'ziga ibodat qilish uchun. Barakalloh. Birinchi kimni yaxshi ko'rasiz? Allohni. Keyin kimni yaxshi ko'rasiz? Payg'ambarimizni. Keyin kimni yaxshi ko'rasiz? Siz bilan buvami. Keyin kimni yaxshi ko'rasiz? Oyijon bilan dadami. Barakalloh. Keyin endi bittacham qilaylik sana. Jahonim, joni jahonim.